agar poyezddan 1 soatdan keyin kelar ekan, shungacha men butun umr o'zim izlagan, zor bo'lgan narsa haqida gapirib bermoqchi edim. Bolaligimdan zor bo'lib izlanganim kitoblardan, odamlardan topa olmasdan kitoblardan, filmlardan, muzikadan, kartinalardan izlaganim haqida. Avval boshda disclaimer. Hozir gapirib bermoqchi bo'lgan narsalarimni sizlar tushunmasanglar, bilmasanglar, his qilmagan bo'lsanglar, ko'rmagan bo'lsanglar, ular yo'q degani emas. Yoki ular sizlarga hech qanaqa foyda bermasa-da, yoki ular nafslaringga tegsa yomon degan narsa emas. Obyektiv yomon narsa degan emas. Kelishib oldikmi? Itak. Bugun tasalli haqida ozroq mulohaza qilsak deydimi? Men uchun tasalli topish juda qiyin bo'lardi. Har doim ham. Chunki odamlarni azobiga, chekayotgan, boshdan kechirayotgan azobiga, oilamdagilarni, o'zimni boshimdan o'tayotgan azoblarga juda ham sezgir bo'lganim uchun o'zimni terim ostida his qilardim va bu azoblardan ma'no nima degan savol juda erta paydo bo'lgan edi. Juda ko'p o'ylagan edim, juda ko'p mulohaza qilgan edim, izlangan edim. Endi hayotning ma'nosi deganda, hayotning ma'nosi bitta odam uchun individual, konkret, har xil. Lekin umumiy insoniyat miqyoslab qaraydigan bo'lsak, hayotning ma'nosi, odamlarning hayotining ma'nosi umumiy, odamzodning umumiy hayotining ma'nosi barcha payg'ambarlarda fikrlarini bitta qilib jamlasak, barcha ilohiy yozmalarni ham bitta qilib qarasak, o'sha yerda ko'proq so'z ketgan bu haqida. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, yaratganni bizni yaratishidan sababi insoniyatni o'zini qo'li bilan birinchi o'rinda adolatli jamiyat va shu adolatli jamiyatni asosida yerda jannatni yaratish. Boshdan kelishib olsak, adolatsizliklarni sababchisi yaratgan emas. Chunki yaratgan bizga tug'ilishimizdanoq bergan qaysi amal yaxshi, qaysi amal yaxshi emasda. Qaysi amal yaxshilikka, qaysi amal yomonlikka. Instinktiv ravishda, intuitsiya darajasida biz bilamiz. Shu tanlovni berib qo'ygan bizga. Va barcha adolatsizliklarning sababchisi odamzodning o'zi bo'ladi. Va u adolatsizliklarning miqdori, yer yuzidagi adolatsizliklarning miqdori odamlarni o'zini qo'li bilan adolatni o'rnata olish darajasida. O'sha adolatni o'rnata olishga qancha qudrat yetsa, shunchalik darajadagi adolatsizliklar. Endi boshdan kelishib oldik. Xo'p. Va toki mana shu adolatli jamiyat va shu jamiyat asosida qurilgan jannatni, yerdagi jannatga yetib bormaguncha insoniyat qayta va qayta qirib yuboriladi, yana boshqatdan yaratilaveradi, qirib yuboriladi, yana boshqatdan. Mana shu yo'lda, bosib o'tiladigan yo'lda
biz tana sifatida bir marta yashaymiz. Mana bu tana bir marta yashaydi, mana bu og'iz bir marta yashaydi. Va lekin qalb, ruh qayta va qayta dunyoga kelaveradi. Bu narsani Qur'onda ham aytilgan. Hamma Sishoni pisaniyalarni ochib qarasanglar, ilohiy va barcha payg'ambarlarning gapirgan so'zlarini eshitsanglar ham bu narsa gapirilgan. Bu dunyoda hamma narsa o'zgaruvchan, faqat bitta narsa o'zgarmas xolos. Hamma o'zgaruvchan narsalar bu haqiqat emas, haqiqiyat emas. Fakt bo'lishi mumkin, proses bo'lishi mumkin, lekin u haqiqat emas. Hamma narsa o'zgaruvchan, hamma narsa qachondir tamom bo'ladi, hamma narsa qachondir bir necha ming yillar davom etishi mumkin, million yillar davom etishi, lekin qachondir tugaydi. Qachondir yemiriladi, chiriydi, yo'q bo'ladi. Xuddi shunday bizni tanamiz ham shunaqa. Endi tanani o'zi bir marta yashaydi dedim, lekin tanani ichidagi mavjudot deylik, qalb deylik, ruh deylik, dusha, duh deyishadi, efir deyishadi, biopoliya deyishadi, anglovchi ong deyishadi. Unga hech kim o'zgartira olmaydi. Shundoq qanday bo'lsa shundayligicha qoladi. Faqatgina mana shu tanamizdagi biz duch kelgan muammolardan xulosa chiqarib kengaytirishimiz mumkin shu ong darajasini, ruhiyat darajasini. Mana shu ichimizdagi o'zligimiz, ruh, ruhiyat, qalb, dusha, duh Bhagavad Gita'da Atman deyishgan. Krishna Arjunga Atman deb tushuntiradi. Olamdagi hamma narsa o'zgaruvchanligini, doimiy o'zgarishda bo'lishini, faqatgina shu ruhimiz shu Atman o'zgarmasligini aytgan. Bundoq olib qaraganda, mana men hozir yuzimga tegyapman, yuzimni tortyapman, lekin men o'zimni anglab turgan ichimdagi o'zligimni, ruhimni, ruhiyatimni tortolmayman men unga qo'lim bilan tegib o'zgartira olmayman. Meni kimdir qo'limni, oyog'imni kesib tashlasa, kallamni kesib tashlagan taqdirda ham u lekin meni o'zligimga yetib kirib uni o'zgartira olmaydi. Hech kim meni o'zligimni qo'li bilan ushlab yoki qafasga solib yoki mendan ajratib ola olmaydi. Bu o'zligimdagi narsa. Endi inson o'lgandan keyin uni butun hayotiy opiti o'chirib yuboriladi, lekin shu hayotiy opiti natijasida yaratgan sifatlari mana shu biopoliyasida, ruhida, ruhiyatida deylik, qalbida deylik, saqlanib qoladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib qaraganda, to есть yosh qalb bor, undan yuqorida o'rta darajada rivojlangan qalb, ruhiyat bor va eng yuqori darajadagi, 3-darajadagi voyaga yetgan ruhiyat bor. Bundoq qilsak bo'ladi. Go'dak ruhiyat bor, o'smir ruhiyat bor va qari, ulg'aygan ruhiyat bor. Go'dak ruhiyat degani birinchi marta mana bu inson tanasida tug'ilib, birinchi marta hayotiy opitlarini olib borayotgan yoki ko'p tanada bo'lmagan, ko'p hayotni boshidan o'tkazmagan ruh deylik. Bu ruhni eng asosiy kriteriysi vijdonga asoslangan. Endi vijdon nima? Vijdon intuitsiya Boga. Yaratgandan beriladigan intuitsiya vijdon bo'ladi. Bu haligi fandagi intuitsiya emas, bir muammoni hal qilishdagi intuitsiya emas, yechim topishdagi yoki bo'lmasam
musiqiy intuitsiya emas, ijodiylik intuitsiyasi emas. Vijdon bu boshqa. Vijdoni bilan yashaydigan odam har doim yoki yaxshilik yo'lini tanlaydi, yaxshilikka qarab qaror qiladi, yaxshilik uchun qaror qiladi, yoki bo'lmasa ikkita yomonlik turgan bo'lsa, qattiq va yengil deylik, og'ir va yengil yomonlik deylik. Og'ir va yengil yomonlikning o'rtasida yengil yomonlik uchun qaror qabul qiladi. Har doim qaror qabul qiladi. Vijdon har doim bir tomonni tanlash kerak. Boyaga aytganim Bhagavad Gita'da ham Krishna aytgan, anaqa Danteni ilohiy komediyasida ham shunday gap bor. Ilohiy komediyada aytilgan do'zaxdagi eng qaynoq issiq, eng yonib turgan joyi duxovniy krizis bo'lgan vaqtda neytralitetni saqlab turganlar uchun olib qo'yilgan degan. Bu degani eng yomon ishlarni qilganlarni ham emas, neytrallikni. To есть inson bir tarafda tanlashi kerak, ruhiyat tanlash kerak, yoki yaxshilik yo'lini yoki yomonlik yo'lini. Xuddi shu narsani Krishna ham gapirgan, Arjunga nisbatan nastavleniya qilgan vaqtida yoki yoki yaxshilik yoki yomonlik yo'lini tanlagin, lekin bittasini tanlagin. Ulardan hech qaysisini tanlashga qaror qabul qilmasang, butun umr sen uyatda yashaysan, chunki sen qo'rqoqlik qilib na biror tarafni tanlaganligi uchun. Xuddi shunday. Endi vijdon qilib ozgina ekskurs qildim. Tak. Yosh go'dak ruhiyatni kriteriysi vijdonida adolatsizlik, juda ham primitiv vijdonda bu adolatsizlik bo'ladi qachonki men qo'lga tushsam. O'smir ruhiyat. Endi bu bir qancha 100 ta inson hayotini yashab o'tgan ruhiyat deylik. Bu ruhiyatda adolatsizlik bo'ladi. Bu aytadi, buni vijdonida kriteriysi adolatsizlik bo'ladi qachonki meni yaqinimdagilar zarar ko'rsa, qo'lga tushsa. Endi voyaga yetgan, ulg'aygan ruhiyatni olib qaraydigan bo'lsak, bunda уже adolatsizlik bo'ladi qachonki butun insoniyat bundan aziyat cheksa, zarar topsa. Вот. Endi biz hayotimiz davomida duch keladigan muammolar, insonlar, men juda ko'p pand yeganman odamlarga ishonish borasida. Men o'qishga kiraman deb yoki o'zimni xarakterimga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, sotsial izolyatsiya bo'lganligi uchun sotsial intellektim past bo'lgan. Shuning natijasida juda ham ijtimoiy jihatdan sodda, naivniy bo'lganim uchun ko'p joyda pand yegandim insonlardan, odamlardan. Va meni eng yomon ko'radiganlarim haligi minnatdor bo'lmaydiganlar, neblagodarniylar, egoistlar, o'zini birinchi o'ringa qo'yadiganlar har doim haq bo'lishni xohlaydigan odamlar. Kstati, odamlar dedim, esimdan chiqib qolibdi-ku. Aytib qo'y, it bo'lib tug'iladi, it bo'lib o'ladi. Pashsha bo'lib tug'iladi, pashsha bo'lib o'ladi. Eshak bo'lib tug'iladi, eshak bo'lib o'ladi. Faqat odamsimon hayvon bo'lib tug'iladi, lekin unda yoki u odamsimon hayvon bo'lib o'lib ketishi mumkin, odamsimon hayvon bo'lib o'lishi mumkin, odam bo'lib o'lishi mumkin yoki inson bo'lib o'lishi mumkin umrining oxirida. Bizning maqsadimiz
hayotimiz ma'nosi shu inson bo'lishlik oxirida, odam bo'lishlik. Endi boyagi odamlardan aziyat chekdim deganimda, aziyat chekdim men emas, meni tanam deylik, meni egoim. Shunga tasalli izlardim. Har doim tasalli izlab topa olmasdim. Chunki har tomonlama qarasang sababini ko'rishni boshlaysan-da. Sizlar hozir men misolchi mana bir tomondan qaraganda mana meni old tarafimni, korpusimni oldi tarafi, tanamni oldi tarafini ko'rib turibsiz. Lekin orqa tarafda nima bo'lyapti? Ko'rganinglar yo'q. Sizlarni olayotgan tasavvuringlar bilan men bu yoqdan ko'rib turgan odamni, bu tarafdan orqamdan ko'rib turgan odamni tasavvuri boshqacha, to'g'rimi? Bu tarafdan ko'radigan odam tasavvuri boshqacha, bu tarafdagisinikiga boshqacha. Qaysi biri haq bo'ladi? Hammasi haq. Lekin ular men haqman deb talashishni boshlaydi, urushishni boshlaydi. Dono odam bo'lganda bittaga yig'ib umumiy kartinani hosil qilardi. Xuddi shunaqa umumiy kartinani hosil qilurganing sari lekin bag'rikenglik degan narsa paydo bo'laveradi. Chunki bag'rikenglik paydo bo'lishining ham yana bitta sababi bor. Qachonki sen o'zing tanamasligingni tushunsang, bu olamniki emasligingni tushunganingdan keyin, anglab yetganingdan keyin senga nimanidir yo'qotish o'sha jalka bo'lmay qoladi-da. Chunki bilasan, bunaqa hayotdan hali ko'pini ko'rasan, ko'rgansan ham. Bu hayotda senga tegishli emas. Даже mana bu tana menga tegishli emas. Bu tana bu dunyoda qoladi. Hozir bizning realligimiz bor, realligimiz, realnost. И надмирная реальность bor. Надмирная реальностga dusha bor. Dusha bu reallikka tegishli emas. Bu reallikda uni proyeksiyasi ko'rinadi. Mana shu proyeksiyani biz ruhiyat, duh deb ataymiz. Qalb, ong deb ataymiz. Xuddiki biz oyni yerga o'zini olib tushib ko'ra olmaymiz, to'g'rimi? Lekin oyni aksini suvda ko'ramiz. Xuddi shunaqa aks, dushani aksi bu olamda ruhiyat, duh bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun ham vijdon tepadagi u dushaga tegishli. Shuning uchun ham aytdim. Совесть, yoki vijdon, intuitsiya от Бога. Вот. Mana shu tasallini izlab men taniydiganlar biladi. Qattiq muslim bo'lganman. Undan keyin qattiq ateist bo'lganman. Ana undan keyin yana yaratganga qaytmadim, men qaytarib oldi deylik. Karama kengligini, bag'ri kengligini men o'zim his qildim, ko'rdim. Ma'lumot bilan bilimni nima farqi bor desang, ma'lumot 100 B 8 GB USB'laring bor-ku, USB display. O'shaning ichida ham ma'lumot turadi. Lekin u bilim degani emas-ku. Kompyuterning жесткий diskida ham ma'lumot turadi, telefoningizda ham ma'lumot turadi, lekin u bilim degani emas-ku. Bilim o'qib, anglab, tushunib yetgan narsalar bilim. Xuddi shunaqa yaratgan haqida ham odamlarda ma'lumoti bor, lekin bilim yo'q. Xuddi shunday miyasida ma'lumot turibdi, lekin bilim yo'q, anglab yetmagan. Вот. Menga o'xshagan gunohkorlar, ko'p bo'q yeganlar, sindirmagan ko'zasi qolmaganlar mana shu bilimga yetishgan. Endi вот tasalli masalasida ko'rgan qiyinchiliklarimiz sababi boyagi egoistlarni yomon ko'rdim degan. Hayot menga bo'lsa, taqdirim menga bo'lsa, nuqul mashinaqalarni uchratib uradi. Nuqul mashinaqalar kelaveradi. Nimaga deb analiz qilsak, men ularga o'zi reaksiya qilmay qo'ygan edim. Ichimdagini tashimda ko'rsatmaslikka o'rganganman.
Mana shu ikkiyuzlamachilik bo'lib qolganligi tufayli, aslim bo'lmaganligi tufayli men ular bilan bo'lgan munosabatda, kommunikatsiyada shu aslim, ular bilan ham munosabatda aslimga o'tishim uchun qayta ular shunaqa insonlarga shunaqa insonlarni uchrataveradi, taqdirim menga uchratavergan. Вот. Mana shuni tushunmagunimcha shularni haligi ilmog'iga ilinib deydi-ku, juda ko'p yeb qo'yganman. Вот. Bizga bularni ham menga shu hayotimda uchrashi, hozir meni ruhiyatimdagi hech kim bor. Mana shu ruhiyatimni kengaytirish uchun, malakasini kengaytirish uchun, shular bilan ham optga ega bo'lishim uchun yuborilgan narsa. Shuning uchun ham hayot bu tanada, shu tanadagi xususiyatlar, shu miyadagi xususiyatlar bilan tug'ilganman men. Shu jamiyatda, hozirgi oilamda, hozirgi yaqinlarim ichida va bularning hammasi shu o'sishim uchun, men kim uchundir o'sish uchun sababman. Kimdir men uchun o'sishimga sabab, shunday. Вот. Lekin oxir oqibatda qoladigan narsa bizni insoniyligimiz. Eng oxir oqibatda haligi Rumiyning Masnaviysida bor-ku, Nay haqidagi hikoyasi. Muzikashunos, muzikalniy instrument yasaydigan odam ustida qamishni oladi, quritadi, to'g'rimi? Jaziramada qo'yib quritadi. Keyin u quritgan qamish ichini teshib, tozalab, ichidagi hamma iflos keraksiz narsalarni tashqariga chiqarib tashlaydi-da, oxir oqibatda nay paydo bo'ladi, to'g'rimi? Nay o'zligini yo'qotadi. O'zini ichidagi o'zligini yo'qotdi. Menini yo'qotadi va undan keyin musiqachi, asoschi o'tirib muzikasini chaladi. Chiroyli muzikasini. Xuddi shunaqa odam ham shunaqa. Biz ham shunaqa. Mana shu ko'rayotgan qiyinchiliklarimiz hammasi, boshimizdan kechirayotgan qiyinchiliklarimiz odamiyligimizni saqlab, vijdonimizni saqlab, odamlardagi yaxshi taraf, yaxshi xususiyatlariga bo'lgan ishonchimizni saqlagan tarzda, nafratlanmasdan, kimnidir yomon ko'rmasdan tushunish bilan shu insoniylikni saqlab qolishlikda tozalanib oxiri nima bo'ladi? Oxiri haqni gapiradigan bo'lasan, haqiqatni gapiradigan bo'lasan. Вот. Shuning uchun ham o'ylaganinglar, so'zinglar va qilayotgan amalinglarni bir xilga tushursanglar, shu holatda o'zinglarni aldamaysizlar va o'zinglarni aldamaganinglar uchun olamni qabul qilishinglarda ham hech qanaqa искажение bo'lmaydi, o'zgartirish bo'lmaydi. Adekvat fikrlashni boshlaysizlar. Zehninglar o'tkir bo'ladi. Yaratgan qalbinglarni yana ham kattaroq ochadi. Menga bitta o'tkaylibdi darvish aytib bergan narsa bor edi. Mendan so'radiki, mana deydi, yaratganning hech qanaqa kamchiligi yo'q dedi. Lekin nega deydi? Kamchiligi bor mavjudotlarni, odamlarni yaratdi. Kamchiligi bor mavjudotlar, kamchiligi yo'q zotga nimani sovg'a qilishi mumkin dedi. Meni hayolimga hech qanaqa javob kelmadi. Haligi shablon gaplardan boshqa o'zingga e'tiqod qilishimiz, sig'inishimiz, ko'tarishimiz uchun desam, bular o'zini hammasi bor, kerak emas unga bu dedi. Xo'p, ayt nega desam, yaratgan deydi, kamchiligi yo'q deydi, shuning uchun deydi. Yaratganni bitta narsasi yo'q, kamchiligi yo'q dedi. Bizni kamchiliklarimiz dedi. Bizni sovg'amiz. Kamchiliklarimiz orqali boshimizdan kechirgan optimiz, hayotiy malakamiz. Yaratgan bilmaydi. Kamchiligi bor odam sifatida yashash qanaqaligini,
tanasida bu qanaqa his qilinishini, xato qilish qanaqa his qilishini bilmaydi. Kimnidir xafa qilish, ko'nglini olish, tasalli bo'lish kimgadir. Kimnidir azobiga sababchi bo'lish qanaqa his qilinadi bilmaydi buni dedi. Kimnidir qotili bo'lish bilmaydi. Urush qilish bilmaydi. Go'dak sifatida o'lish nima bilmaydi. Va biz shu his qilganimiz, kechinmalarimiz individual, har birimizniki individual, aslida ilohiy kechinmalar. Chunki o'tmishda ham, kelajakda ham bizga o'xshagan odamzod xuddi bizga o'xshagan odam bo'lmaydi. Xuddi shu biz yashagan hayotni yashab o'tmaydi. Biz duch kelgan situatsiyalarga duch kelmaydi. Shu nuqtai nazardan qarasa, hammasi unikal, individual holatlar. Qaytib takrorlanmaydigan holatlar. Shuning uchun ham ilohiy dedim. Endi ilohiyda borgan bo'lsam, uzr so'rayman, kimlargadir tegib ketsa yoki noto'g'ri gapirgan bo'lsam, men shuni ilohiy sifatida ko'raman. Va shu bizning kechinmalarimiz keyinchalik unga beradigan, mana his qilib ko'r deb beradigan sovg'amiz. Va sovg'amiz eng cho'qqisi qachon bo'ladiki, qachonki biz insoniyat yerda o'z qo'li bilan adolatli jamiyatni qursa va jannatni shu yerning o'zida yaratsa. Keyin kamchilik yo'q degandan keyin menga anekdot aytib berdi. O'sha darvish Iso payg'ambarni o'rtoqlari cho'milgani bormoqchi bo'lishibdi. Isoni ham chaqirishibdi, ketdi, yur cho'milgani chiqamiz. Men cho'milolmayman, yur bir narsa qilamiz, yo'lini topamiz, cho'milasan. Hamma o'rtoqlari kelibdi, suvga kalla tashlab, cho'milib maza qilib yotdi. Iso payg'ambar hech qo'l bo'lmasmish, suvga tusha olmasmish, bu qilishibdi. Cho'mila olmabdi. Mana shu anekdot. Anekdotdagi suv shu biz boshimizdan kechiradigan, biz qiladigan gunohlar, kamchiliklar. Iso payg'ambar o'zida yaratganni sifatlarini realizatsiya qilganligi tufayli kamchiligi yo'qdi endi, to'g'rimi? Gunoh qila olmaydi, ayb ish qila olmaydi. Xuddi shuni metaforasi edi. Boyagi anekdotimiz. Shunaqa gaplar. Keyin yana bitta qiziq narsa aytib bersammi? Anekdot bitta o'zi boshdan aytib qo'yay. Yaratganga farishtalar kerak emas-da, hech qanaqa farishta, kimnidir kuzatib turadigan, bu antropomorfizm. Odamzod hamma o'zi tushunmoqchi bo'lgan narsani odamlashtirishga harakat qiladi. Shu odamlashtirishning oqibatlaridan bittasi shu farishtalar haqidagi hikoyalar, farishtalar haqidagi bitiklar gaplar. Aslida yaratgan qudratli bo'lgandan keyin unga hech qanaqa farishtani ham keragi yo'q, shaytonni ham keragi yo'q, to'g'rimi? Kuzatuvchini seni 24 soat kuzatib o'tirish keragi ham yo'q. Вот. Так вот. Xullas, endi tasavvur qilamiz, xuddi shunaqa. Odamzodga boshini egib sig'inmaslikka, odam atoga sig'maslikka qaror qilgan boshi shayton edi, to'g'rimi? Shayton deyishadi. Lutsifer. Lekin u faqat bitta faqat uni o'zigina bo'lmaganda, lekin uni tarafdorlari ham bo'lgan. Shunaqa tarafdorlardan bittasi, kichkina shaytonchalardan bittasi, shaytoncha farishtalardan bittasi. Ular bir kun yerda bitta olmani ko'rib qopti. Daraxtda shunaqa chiroyli olma ekan, odam sifat bo'libdi-da, odam qiyofasiga kirib, boyagi olmani yegisi kelibdi. Boyagi olmani yegisi kelsa, olibdi, olmani yeb o'tirsa, bitta go'zal hurliqo qiz o'tib ketayotganimish pastdan. Bu qiz mana bu olmadan ham go'zal, chiroyli, mazali-ku, o'tibdi, tushib, shu qiz bilan yashayman men deb, odam qiyofasida tushib, boyagi qizni boshini o'rab, yaxshi ko'rishib, xullas,
turmush quribdi, uylanibdi. Hayot zo'r. Konfetni bufetni periyod o'tyapti. Asal oyi o'tdi. Farzandli bo'lishibdi. Bitta farzandli. Endi ayolni, bolani boqish kerak, ishga ishlashni boshlabdi. Farzandi 2 ta bo'libdi, 3 ta bo'libdi, 4 ta bo'libdi. Avvallari farishtaligida butun umri hayotning har soniyasi yaratganga sig'inishda o'tsa, ularni sig'inishlar soni 1000 taga, 100 taga, 10 taga, 5 taga, bittaga umuman to'xtabdi. Chunki hayotni kechirish kerak, to'g'rimi? Yashash kerak, qorin to'qlash kerak, bolalarga kiyim kerak, kiyim-kechak kerak. Zavoddan kelarkan charchab qotib qoladi, uyga kelsa uyda bolalarga qarash kerak. Keyin qachondir uni farishta bo'lgani ham esdan chiqib ketibdi. Shaytonning tarafdori bo'lgani. Keyin bir kun bitta farishtalardan bittasi yoniga tushibdi oxiri. Kalasiga dang urib, sen esingdamidi? Sen bir paytlar farishta eding. Yaratganga tinmay har kuni, har soniyada tavallolar qilarding, sig'inarding, ko'tararding. Esingdan chiqib ketdi mana shular desa, rosti endi unga qanaqadir shok sifatida kelibdi shu ma'lumot. Chunki boyagi farishta so'rabdi, sen haliyam odamzodga haliyam sig'inmoqchi emasmisan sen desa, jon deb sig'inaman dedi. Shuncha hayotiy tashvishlardan ortib, farzandidan, oilasidan, tanasidan, qorin to'qlashidan, hammasidan ortib yaratganni eslaydigan, yaratgan uchun bir ish qiladigan odamizodga sig'inishga roziman degan ekan. Shunaqa gaplar. Xullas kalom, tasalli. Umid qilaman kimlargadir bular tasalli bo'ldi. Tasallini ham endi men o'zim oxirgi oylarda juda zor bo'lib ketdim. Oxirgi haftalarda tasalliga zor bo'ldim. Odamlardan tasalli, yaqinlarimdan tasalliga. Tasallini eng birinchi tasalli beradigan narsa birinchi tushunish. O'zingni tushungan his qilishlik eng katta tasallidan bittasi. Tasallini birinchi qadami. Men butun umr o'zim tasalliga zor bo'lganim uchun, yupanchga zor bo'lganim uchun qanchalik og'irligini bilaman-ku buni. Tasallisiz yashashni, tasalliga zor bo'lish. Qilgan ishim faqat shu tasalli berishlikni o'rganibman. Oxir oqibat mana hozir psixoterapevtlikka o'qiyapman, ishlayapman. Mana shu meni hozir men uchun предназначениемga o'xshagan narsa bo'lib turibdi. Xuddi shuning uchun ham shu videoni yozishga qaror qildim. Umid qilaman keng qamrovdagi yosh qamrovni yetib boradigan bir narsalar gapirdim shekilli deb o'ylayman. O'zingni tushunganlik, his qilishlik. Izlab oxiri kelgan xulosam tasalli o'zimiz ichimizda, shu tepadan, dushadan qalbga kelib turibdi. Yaratganni o'zi berib qo'yadi tasallini. Odamsimonlikdan odamiylikka, insoniylikka qadam qo'yganlarga va men gapirgan narsalarni hozirgacha ko'rib, tushunib, anglab turganlarga
tavsiya. Qattiq shovqinli muzikalarni eshitmanglar birinchi o'rinda. Iloji boricha sokin, klassik muzikalarni eshitishga harakat qilinglar. Hozir sababini aytaman, keyin uzoq muddatni o'z ichiga qamrab olgan katta kitoblarni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Katta объемdagi Urush va tinchlik, Lev Tolstoyniki misol uchun yoki bo'lmasam boyagi Bhagavad Gita, Qur'onni, Injilni, Kabbalani, bir necha asrlarni, bir necha yillarni, bir necha asrlarni, bir necha ming yilliklarni dagi voqealar rivojida o'qishlikni tavsiya qilaman. Shunaqa kitoblarni, sababi fikrlash chastotasi pasayadi-da. Fikrlash chastotasi pasaygani sari biz uzoq perspektivani ko'rishni boshlaymiz. Uzoq perspektivada plan qilish, uzoq perspektivada nimalar sodir bo'layotganligini. Qisqa chastotadagi katta chastotadagi fikrlashda biz anglab, tushunib, fikrlashimiz qamrab oladigan voqealarni davomiyligi juda qisqa bo'lib ketib qoladi. 1 soatlik, 2 soatlik voqealar. 1 soat oldin mana bu bo'lgan narsa hozirgi narsaning sababi bo'ldi. Yoki hozirgi narsaga olib keldi. Damasda 3 asr bo'lgan, mana bu endi kitobda yozilgan deylik, 3 asr yoki 1 asr oldin mana bu bo'lgan qaysidir voqea umumiy voqealar rivojida, umumiy tepadan olib qaraganda, u yaratganni nuqtai nazardan olib qaraganda oxirida yuz bergan mana bu natijaga olib keldi deydigan. Qachonki odam shunaqa uzoq perspektivada fikrlashni, tushunishni boshlasa, sabab oqibatlarni oqibatni sababi bitta bo'lmaydi hech qachon. Bir qancha bo'ladi har doim. Va bir qancha sabablarni shu bitta oqibatga olib kelganligini ko'rishni boshlaysizlar butun hayotinglar davomida. Va har doim o'zingizlardan buni qilib yuribsizlar. Shuning uchun ham o'zingizlardan har safar bir narsa bo'lsa, qanaqadir yoqimsiz holatga tushsanglar yoki xohlaganinglar bo'lmasa, aybni birinchi o'zingizlardan qidirasizlar, boshqalardan emas. Qanchalik fikrlash doirasi tor bo'lsa, shunchalik aybdorlar ham boshqa bo'ladi. Qanchalik qisqa muddatda fikrlaydigan odam bo'lsa, qisqa muddatdagi voqealarni qamrab oladigan fikrlashga ega bo'lgan odam bo'lsa, shunchalik boshqalar aybdor bo'ladi. Bundan tashqari, biz o'rgangan hamma narsamiz aslida dunyoqarashimizni cheklab qo'yadi. Bir qancha bloklarni qo'yib tashlaydi. Misol uchun biz bilamiz, mushuklar gapirmaydi. Mushuklar gapirmaydi degan informatsiya berilgan. Mushuklar gapirmaydi. Bir marta ko'rganmiz-da, 2 marta ko'rganmiz-da, gapirmaydi. Все, blok qoldi. Va biz mushuklar gapirishi mumkinligi haqidagi narsani o'sha qabul qila olmaymiz. Biz ko'rmaymiz u narsani, vоспринимать qilmaymiz. Xuddi shunaqa bu narsani esimdan chiqib qoldi. Bitta yozuvchining hikoyasi bor edi. Olimlar gruppasini bitta laboratoriyaga olib kelishadi-da. Ularga aytishadi, bu yerda sizlardan avval bitta olimlar guruhi yashagan edi, ishlab yashagan edi. Farqi bor. Xullas kalom, ularning vazifasi shu antigravitatsion uskunani yaratish edi. Lekin ular o'zi yaratgan vaqtida bu yerda avariya bo'lib, ko'ngilsiz holat bo'lib, ularning hammasi o'ldi. Ular yaratgan ular yiqqan ma'lumotlar ham hammasi yo'qolib ketdi. Endi sizlarning vazifanglar shuni qaytadan tiklash va qaytadan shu antigravitatsion uskunani yaratish. Olimlar o'tirib oxir-oqibat shuni yaratishadi, ishlatib ko'rsatishadi oxirida va oxirida ayon bo'ladiki, aslida hech qanaqa olimlar gruppasi bo'lmagan. Bularga faqatgina shu bo'ldi, shunaqa bo'lgan deb aytishadi. Olimlar so'raydi, nimaga bunaqa aldaydilar? Bunaqa demasanglar ham biz topardik baribir desa,
sizlarda blok bor edi, cheklov bor edi, antigravitatsion uskunani yaratish mumkin emas degan. Biz sizlarga shu уже yaratilganligini aytdik va sizlarda уже onginglarda bu уже yaratilgan, qilingan bu ish degan nastroy bo'lganligi uchun hozirgi natijaga keldinglar degan ekan. Mana shunaqa. Bu bloklarni ochib tashlash eng yaxshi yo'li anglash metodologiyasini birinchi prinsipi. Просто заголовокni aytaman, qolganiga shuni просто fikrlab, meditatsiya qilib, mulohaza qilib, qolgan prinsiplarga ham chiqib qolsanglar bo'ladi. Birinchi prinsipi ma'lumotlarning obyektivligi. Ma'lumot manbai kimligini, nimaligini ahamiyati yo'q. Lekin ma'lumot, informatsiya obyektiv. Shunaqa. Shuning uchun bitta qilib aytganda hammamizga hayotimizni to'g'irlashimiz uchun o'zimizni kamchiliklarimizni to'g'irlashni yaratgan doim qo'llab-quvvatlasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Feryod ursam men